Bilasizmi, har 2 haftada dunyoda bitta til butunlay yo'qolib ketadi. Bu nafaqat bir necha so'z, balki butun bir xalqning ovozi, madaniyati, dunyoqarashi abadiy sukutga cho'mmoqda degani. Bugungi kunda yer yuzida 7000 dan ortiq til mavjud, ammo ularning yarmi yo'qolib ketish xavfi ostida turibdi. Ba'zilarida faqat bir necha kishi qolgan. Masalan, Badxari degan bir til bor. Uni hozirda atiga 12 kishi gapiradi. Ular sukut saqlasa, bu til tarix sahnasidan butunlay chiqib ketadi. Eng ko'p gaplashiladigan til esa ingliz tili. Bu tilda deyarli 1,5 milliard kishi muloqot qiladi va bu ko'rsatkich yildan yilga o'sib bormoqda. Shunday tahlikali manzara fonida biz o'zimizdan so'rashimiz kerak. O'zbek tilining bugungi qamrov darajasi tilimizning yana uzoq yillar saqlanib qolishi uchun yetarlimi? Xushxabarki, bugun dunyoda 60 milliondan ortiq odam o'zbek tilida so'zlashadi. Ma'lumotlarga ko'ra, o'zbek tili turk dunyosida eng ko'p ishlatiladigan turkiy tillardan biri bo'lib, quyidagi davlatlarda ham bu tildan foydalanuvchilar mavjud. Afg'onistonda 3 millionga yaqin, Tojikistonda 1,3 million, Qirg'izistonda 1,2 million, Qozog'istonda 800 ming, Turkmanistonda 600 ming nafar o'zbek tilida muloqot qiluvchi insonlar istiqomat qilishadi. Shuningdek, Rossiya, Turkiya, Janubiy Koreya va AQShdagi o'zbeklar hamjamiyatlarida ham keng qo'llaniladi. Bu o'zbek tili nafaqat tirik, balki keng tarqalgan, ta'sir kuchiga ega til ekanligidan dalolat beradi. Ammo til faqat gapiruvchilar soni bilan emas, unga bo'lgan munosabat bilan yashaydi. Tilni qadrlamasak, u asta-sekin yo'qoladi. O'zbek tili bu bizning tariximiz, g'ururimiz, o'zligimiz. Uni rivojlantirish bu kelajak avlodga milliy xotirani topshirishdir.